Fozil, mana shu olmaga allergiya ko'payib ketdi deb bolalarning orasida ham atopiklarimni rosa ko'p olmadi. Ne unaqa bo'lyapti? Nima deysiz? Olmaga nisbatan allergiya bu ko'pincha holatda перекрестный allergический sindrom bo'lishi mumkin. Ayniqsa olma yegandan keyin ba'zi bir bemorlarimizda stomatitlar toshishi, yaralar toshishi, toshmalar toshishi, tanglayda qichishi, shishlar bo'lganday holatda bo'ladi. Bunaqa holatda biza beryoza daraxtini gul changiga allergiyaga taxmin qilsak bo'ladi. Changlanish vaqti kelganda beryoza daraxtini changi havoga chiqqanda ba'zi bir bemorlarimiz iste'mol qilganda shunaqa belgilari kuzatiladi. Aniqlashimiz kerak, nimaga nisbatan allergiyasi bor, qaysi o'simlik gulni changi haqiqatdan ham o'sha beryoza daraxti gulni changi nisbatan allergiya bor yoki yo'q. Uni aniqlaganimizdan keyin bu narsani davolash uchun bemalol nok bo'ladimi, olma bo'ladimi, ba'zi birlarda pomidorga nisbatan ham bo'ladi. Shu belgilarni yo'qotish uchun allergen spesifik immunoterapiya, asid terapiya o'tkazamiz. Va shu terapiya o'tkazganimizdan so'ng bu bemorlarga nafaqat burun bitishi, aks urish, bahordagi aks urishlar yo'qoladi. Bundan tashqari bemalol olma, nok mahsulotlarini iste'mol qilsa bo'ladi. Bo'ldi. Значит, bizda bemorlarimizda agar olmaga allergiya berib qolsa, albatta bizga murojaat qilsanglar, Albatta. terapiya o'tkazsak bo'ladi, aytishdi, to'g'rimi? Albatta, bemalol olma, pomidor, nok bo'ladimi iste'mol qilaverasizlar, ham yaxshi nafas olib, qiynalmasdan mahsulot o'tkazasizlar.